Assalomu alaykum aziz do'stlarim. Kanalimga xush kelibsiz. Agar siz bu yerga birinchi marta kirib kelgan bo'lsangiz, menga bir daqiqangizni bering, chunki siz hozir juda to'g'ri joyga keldingiz. Bu kanalda biz shunchaki serial ko'rib, yaxshi ekan deb o'tib ketmaymiz. Biz har bir sahnaning orqasidagi ma'noni kavlaymiz, har bir dialogdagi yashirin haqiqatni topamiz, har bir qahramon qarorining keyingi oqibatlarini birgalikda tahlil qilamiz. Chunki yaxshi serial bu shunchaki tomoshabinni yiglatish emas. Yaxshi serial bu hayotning o'zini ekranga ko'chirish. Va bu serial aynan shunday. Agar siz bu kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozir qo'ng'iroqcha belgisini bosing. Chunki keyingi tahlillarni ham o'tkazib yubormasligingiz uchun bildirishnoma yoqib qo'yishingizni so'rayman. Endi asosiy mavzuga o'tamiz. Chunki bu qism haqida so'z boshlamasdan oldin, men sizga bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Bu qismni oddiy mojaro deb tushunadigan bo'lsangiz, siz eng asosiy narsani o'tkazib yuborasiz. Bu yerda har bir sahnaning ichida boshqa bir sahna yashiringan. Har bir so'zning tagida boshqa bir gap. Har bir yegining ichida yillar davomida yigilgan og'riq. Men bugun shu qatlamlarni bitta-bitta sizga ochib beraman. Birinchi narsa, kechirim sahnasi. Ko'pchilik bu sahnani ko'rganda, nihoyat ota-qiz yarashdi deb o'yladi. Lekin men boshqa narsa ko'rdim. Qiz otasi oldida bukilib xatolarini tan olganda, bu shunchaki kechirim so'rash emas edi. Bu odam o'zining eng ichki qo'rquviga duch keldi. Bilasizmi, insonning eng qiyin ishi nima? Kimnidir ranjitganini tan olish emas. Eng qiyin ish, o'zim o'ylagandek yaxshi odam emasligimni tushunib yetish. Bu ikki narsa bir-biridan tubdan farq qiladi. Biri sirt, ikkinchisi asl. Qiz bu safar asl haqiqatga yetdi. Va shu sababdan uning yegisi shunchaki afsus emas edi. U o'zini bevosita o'sha fojia sodir bo'lishiga kuch qo'shgan insonlardan biri deb his qildi. Bu his eng og'ir his. Chunki boshqaning gunohini ko'rish oson. O'z ulushingni ko'rish bu butunlay boshqa jasorat. Buvi haqida alohida to'xtalmasam bo'lmaydi. Buvi oddiygina olib qolmadi. U bu xonadondagi barcha gaplarimagan gaplarning, barcha yutilgan ko'z yoshlarning, barcha hech gap emas deb otilgan lahzalarning og'irligini ko'tarib ketdi. Men doim shunday o'ylayman, ba'zi odamlar bu dunyo bilan xayrlashayotganda, faqat o'z umrini emas, atrofidagilarning ham yuk qismini olib ketadi. Buvi ham shunday qildi. Va aynan shu sabab qiz, men buvimning o'limiga sababchi bo'ldim deb his qilganda, bu jinnilik emas edi. Bu haqiqat bilan yuzlashuv edi. Ko'p hollarda biz katta fojialarning ildizini xuddi shunday mayda-mayda, e'tiborsiz qoldirilgan dardlarda topamiz. Buvi shularning hammasini o'z qalbida asrab yurgan va oxirida uning yurak ko'tara olmadi. Bu serial shu haqiqatni juda usta uslubda ko'rsatdi. Endi otaning sahifasiga o'tamiz. Ota kechirdi. Lekin men bu kechirimni eshitganda, bir narsa meni ichimda to'xtatib qo'ydi. U mehr bilan aytilgan edi, ha. Lekin o'sha mehr ichida charchoq bor edi. Juda ko'p yillar davomida yuk ko'targan, juda ko'p marta singan, juda ko'p marta o'zini tiklagan odamning charchog'i. Uning kechirimi yarani yopmadi. Shunchaki qon oqishini biroz sekinlatdi. Va bu aynan hayotda bo'ladigan narsa. Ba'zan biz kechiramiz, lekin unutmaymiz. Ba'zan biz kechirimni aytamiz, lekin ichimizda o'sha og'riq xuddi toshning ostida yotgan ot kabi yashab turibdi. Vaqt kelganda yana bosh ko'taradi. Ota aeroportga kuzata olmadi. Yolg'iz qoldi. Sigaretga qayta-qayta qo'l uzatdi. Bu oddiy sahna emas edi. Bu ichidan yemirilayotgan odamning portreti edi. Va men sizga shuni aytishim kerak, eng xavfli holat bu jahldor odam emas. Eng xavfli holat ichida hamma narsani bosib yutib komiltirib yurgan odam. Chunki bunday odam bir kun yoriladi. Va yorilganda ortga yo'l qoldirmaydi. Endi biznes chizigiga kelamiz va bu yerda voqealar juda qiziq burilish nuqtasiga yetdi. Firma minusga kirdi. Xarajatlar nazoratdan chiqdi. Hatto yer sotib bank foizlarini yopish haqida gap ketdi. Bu raqamlar emas, do'stlarim. Bu signallar. Tashqaridan qudratli ko'ringan bir tuzilmaning ichkaridan chiriy boshlagani ko'rsatilmoqda. Va eng dahshatlisi nima bilasizmi? Pul yo'qolishi emas. Eng dahshatlisi tizim ichidagi ishonchning yemirilishi. Kimdir hisob-kitobni yashiryapti. Kimdir maosh masalasini berkityapti. Kimdir og'irlikni tejamkorlik deb ko'rsatyapti. Bularning hammasi bitta narsani anglatadi. Hali rasman qulamagan imperiya amalda allaqachon larzaga kelgan. Va bunday tuzilmalar qulaganida jim qulamaydi. Shovqin bilan quladi. Atrofdagilarni ham qo'shib olib ketyapti. Sodiq Turgunovich bilan to'qnashuv sahnasi,
Men bu sahnani bir necha marta ko'rdim. Chunki bu shunchaki ikkita erkak o'rtasidagi mojaro emas edi. Bu yillar davomida to'planib, qotirib, toshga aylanib qolgan nafratning, gururning va adolat izlashning bir vaqtning o'zida portlashi ediki. Avval sadoqat bilan xizmat qilgan, so'ng esa chetga surib tashlangan odam qaytib kelganda, u shunchaki alam bilan kelmaydi. U hisob-kitob bilan keladi. O'girlangan loyiha haqidagi da'vo bu faqat pul emas. Bu erkaklik sha'ni. Bu kasbiy or-nomus. Bu sen meni oddiy asbob deb o'ylaganingda xato qilding degan javob. Va qarang, qarshi tomon shunchaki inkor qilish bilan cheklanmadi. Hujjatlar tayyor bo'lgani, qurilishning yuqori qavatlarigacha borib qolgani bilan bosim qildi. Bu juda kuchli signal. Demak, bu urush endi hissiyot bilan emas, qog'oz, qonun, dalil va vaqt bilan hal bo'ladi. Lekin shuni ham aytishim kerak, hissiy jihatdan kuchli tomon kim? Haqini yedirib qo'yilgan odam. Va bunday odamlar orqaga chekinmaydi. Chunki ularda yo'qotadigan narsa qolmagan. Nazokat obrazi bu qismda alohida muhokamaga loyiq. Uning atrofida aytilayotgan gaplar hali to'liq isbotlanmagan. Maosh berilmagan ishchilar, yashirilgan pullar, cholning ko'zidan narsalar olib qochish. Bularning barchasi hali dalillanmagan. Lekin bir narsa aniq, nazokat endi shunchaki bir oila a'zosi emas. U butun bir inqirozning markaziga aylandi. Va bu juda xavfli o'rin. Bilasizmi, odamning obro'si bir marta ketsa, hatto qilmagan ishiga ham ishonishadi. Nazokatning nomi tilga olingan har bir sahnada xonaga ishonchsizlik kirib keldi. Bu oddiy tasodif emas. Bu yozuvchilarning unga qarshi qo'yayotgan taxtasining dastlabki mix bosish lahzasi. Keyingi qismlarda unga qarshi hali ochilmagan kartalar bor. Va men bu kartalarning qanchalik og'ir ekanini taxmin qilayotganda, ichim gash bo'lib ketdi. Bonu bu qismdagi eng murakkab obraz. U go'yoki tasalli beradi. Go'yoki yonida turadi. Lekin uning har bir gapi Sodiqboyning yarador gururini sekin-sekin silab, uni yana kurashga qaytaryapti. U tinchlantirayotgandek ko'rinadi. Aslida esa chekinishga yo'l qo'ymayapti. Va men Bonuni yomon inson deb ayta olmayman. Lekin uning xavfli tomonini aytishim kerak. Ochiq jang qilmaydi, lekin jang davom etishidan manfaatdor. Bu eng xavfli turdagi kuch. Ko'rinadigan dushman emas, ko'rinmaydigan ta'sir. Sodiqboy ham bu sahnada o'zini fosh qildi. Unga pul emas, obro' emas, qulay hayot emas, kurashning o'zi kerak. Va bu juda og'ir psixologik haqiqat. Ba'zi odamlar muammoni hal qilishni emas, muammosiz yashashni bilmaydi. Shunday paytda ular eng yaqin odamlarini ham bilmasdan vosita sifatida ko'ra boshlaydi. Keyingi qismlarda Bonu bilan Sodiqboy o'rtasidagi ittifoq qanchalik mustahkam ko'rinsa, ichidagi xavf shunchalik kattalashadi. Kelinning qaynonasiga qarshi ochilib ketishi, bu qismdagi eng tanish, eng alamli, lekin eng real to'qnashuv edi. Kelish muhabbat va baxt uchun kelin bo'lgan. Har kuni kamsitilish, kesatiq va bosim ostida yashagan. Ona va qiz o'rtasidagi sahna. Bu qismning aynan shu lahzada u aytgan bir gapni eng bezovta qilgan qismi bo'ldi. Men maftun emasman. Qizining kelajak rejalari juda katta sayohatlarga olib borish orzusi. Bu xonadonda undan oldin birga katta qilish haqidagi singdirgan, sinib ketgan ayol. Shu sahnani ko'rib, biroz nafas oldim, tabassum qildim. Bu yangi keyin havoning o'zgarib ketishi, u ketishni tanladi. Va bu serial shunday kelin bilan qaynonaning so'ng darrov muzdek qiladi. Bu er uchun ham bu xonadonda baxt uzoq ushlanmaydi. Ikki olov orasida, ayniqsa avval farzanddan voz kechmoqchi bo'lgani, endi esa ikkinchi tomonda esa himoya kuzatayotgan ulanib ketayotgan bo'lsa, agar u yana jim qolsa, bu nikoh uzoq bormaydi. Onalik va kechikkan mehr atrofida juda og'ir qarorlar chiqishi mumkin. Va bu serial bunday mavzularni tasodifan tashlamaydi. Har bir mayda detal keyingi portlashning birinchi uchquni bo'lib yonadi. Endi kelajak haqida gaplashsak. Loyiha ustidagi urush endi faqat xonadagi tortishuv darajasida qolmaydi. Hujjatlar kovlanadi. Eski dalillar chiqariladi. Mualliflik va mulk ustidan qonuniy jang boshlanadi. Lekin bundan ham oldinroq bir zarba ichkaridan kelishi mumkin. Maosh masalasi yorilsa, ishchilar tarqaladi. Ishchilar tarqalsa, kompaniyaning obro'si ketadi. Obro' ketgach, Sodiqboyning eng katta quroli sinadi. Va shu paytda u kuch bilan bosim qilishga urinishi mumkin. Bu esa yangi to'qnashuvlarning boshlanishi. Nazokatni yakkalash uchun atrofidagilar ataylab mayda sirlarni oshkor qila boshlaydi degan taxminim ham bor. Unga qarshi hali to'liq kartalar ochilmagan. Demak, eng og'ir ayblovlar oldinda. Oilaviy tomonda esa qizning kechirim so'rab ketgani bu hikoyani tugataymadi. Aksincha, yangi bosqichini ochdi. U qaytib keladi, lekin avvalgi odam bo'lib emas. Gunohini tan olgan odam yo butunlay sinadi,
yo mutlaqo o'zgaradi. Bu qahramon ikkinchi yo'lga kiradi degan ishonchim bor. Va aynan u keyinchalik yashirin haqiqatlarning kalitiga aylanishi mumkin. Chunki endi unda yo'qotadigan narsa kam. Aytadigan gapi esa ko'p. Kelinning ketishi vaqtinchalik araz bo'lib qolmaydi. Agar erining javobi sust bo'lsa, bu alohida uy, alohida hayot, hatto ikki oila o'rtasida ochiq sovuqchilikka olib boradi. Eng yomon tomoni qaynonaning hanuz o'zini haq deb bilishi. Odam o'z zulmini tarbiya deb oqlay boshlasa, u tuzalishni istamaydi. Demak, bu chiziqda yarashuv bo'lsa ham, u juda qimmat evaziga bo'ladi. Va hamma narsadan keyin bir savol qoladi. Qulayotgan narsa qaysi biri bo'ladi? Firma, oila, muhabbatmi yoki odamlarning ichida o'zlari haqida saqlab kelgan so'nggi yaxshi tasavvurmi? Bu qism shuni ko'rsatdiki, endi hech kim faqat bitta frontda urushmayapti. Har kimning uyi ham jang maydoni, yuragi ham, obro'si ham. Shuning uchun keyingi qismda portlaydigan narsa bitta sir emas, bitta qaror emas, butun taqdirlar bo'lishi mumkin. Eng dahshatlisi esa hali hamma haqiqat aytilgani yo'q. Aytilmaganlari esa aytilganlardan ancha xavfli. Do'stlarim, agar bu tahlil sizga qiziqarli tuyulgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Fikrlaringiz izohda bo'lsin. Siz bu qism haqida nima o'ylaysiz? Qaysi sahnasi sizni eng ko'p ta'sirlantirdi? Keyingi tahlillarni birinchilar qatorida ko'rish uchun kanalga obuna bo'lib, bildirishnomani yoqib qo'ying. Siz bilan keyingi qismda ko'rishguncha, o'zingizni avaylab yuring. Assalomu alaykum, aziz do'stlarim. Kanalimga xush kelibsiz. Agar siz bu yerga birinchi marta kirib kelgan bo'lsangiz, menga bir daqiqangizni bering, chunki siz hozir juda to'g'ri joyga keldingiz. Bu kanalda biz shunchaki serial ko'rib, yaxshi ekan deb o'tib ketmaymiz. Biz har bir sahnaning orqasidagi ma'noni kavlaymiz, har bir dialogdagi yashirin haqiqatni topamiz, har bir qahramon qarorining keyingi oqibatlarini birgalikda tahlil qilamiz. Chunki yaxshi serial bu shunchaki tomoshabinni yiglatish emas. Yaxshi serial bu hayotning o'zini ekranga ko'chirish. Va bu serial aynan shunday. Agar siz bu kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozir qo'ng'iroqcha belgisini bosing. Chunki keyingi tahlillarni ham o'tkazib yubormasligingiz uchun bildirishnoma yoqib qo'yishingizni so'rayman. Endi asosiy mavzuga o'tamiz. Chunki bu qism haqida so'z boshlamasdan oldin, men sizga bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Bu qismni oddiy mojaro deb tushunadigan bo'lsangiz, siz eng asosiy narsani o'tkazib yuborasiz. Bu yerda har bir sahnaning ichida boshqa bir sahna yashiringan. Har bir sozning tagida boshqa bir gap. Har bir yigining ichida yillar davomida yigilgan og'riq. Men bugun shu qatlamlarni bitta-bitta sizga ochib beraman. Birinchi narsa, kechirim sahnasi. Ko'pchilik bu sahnani ko'rganda, nihoyat ota-qiz yarashdi deb o'yladi. Lekin men boshqa narsa ko'rdim. Qiz otasi oldida bukilib, xatolarini tan olganda, bu shunchaki kechirim so'rash emas edi. Bu odam o'zining eng ichki qo'rquviga duch keldi. Bilasizmi, insonning eng qiyin ishi nima? Kimnidir ranjitganini tan olish emas. Eng qiyin ish, o'zim o'ylagandek yaxshi odam emasligimni tushunib yetish. Bu ikki narsa bir-biridan tubdan farq qiladi. Biri sirt, ikkinchisi asl. Qiz bu safar asl haqiqatga yetdi. Va shu sababdan uning yigisi shunchaki afsus emas edi. U o'zini bevosita o'sha fojia sodir bo'lishiga kuch qo'shgan insonlardan biri deb his qildi. Bu his eng og'ir his. Chunki boshqaning gunohini ko'rish oson. O'z ulushingni ko'rish bu butunlay boshqa jasorat. Bu haqida alohida to'xtalmasam bo'lmaydi. Bu oddiygina olib qolmadi. U bu xonadondagi barcha gaplarimagan gaplarning, barcha yutilgan ko'z yoshlarning, barcha hech gap emas deb otilgan lahzalarning og'irligini ko'tarib ketdi. Men doim shunday o'ylayman, ba'zi odamlar bu dunyo bilan xayrlashayotganda, faqat o'z umrini emas, atrofidagilarning ham yuk qismini olib ketadi. Bu ham shunday qildi. Va aynan shu sabab qiz, men buvimning o'limiga sababchi bo'ldim deb his qilganda, bu jinnilik emas edi. Bu haqiqat bilan yuzlashuv edi. Ko'p hollarda biz katta fojialarning ildizini xuddi shunday mayda-mayda, e'tiborsiz qoldirilgan dardlarda topamiz. Bu shularning hammasini o'z qalbida asrab yurgan va oxirida uning yurak ko'tara olmadi. Bu serial shu haqiqatni juda usta uslubda ko'rsatdi. Endi otaning sahifasiga o'tamiz. Ota kechirdi. Lekin men bu kechirimni eshitganda, bir narsa meni ichimda to'xtatib qo'ydi. U mehr bilan aytilgan edi, ha. Lekin o'sha mehr ichida charchoq bor edi. Juda ko'p yillar davomida yuk ko'targan, juda ko'p marta singan, juda ko'p marta o'zini tiklagan odamning charchog'i. Uning kechirimi yarani yopmadi.
Shunchaki qon oqishini biroz sekinlatdi. Va bu aynan hayotda bo'ladigan narsa. Ba'zan biz kechiramiz, lekin unutmaymiz. Ba'zan biz kechirimni aytamiz, lekin ichimizda o'sha og'riq xuddi toshning ostida yotgan ot kabi yashab turibdi. Vaqt kelganda yana bosh ko'taradi. Ota aeroportga kuzata olmadi. Yolg'iz qoldi. Sigaretga qayta-qayta qo'l uzatdi. Bu oddiy sahna emas edi. Bu ichidan yemirilayotgan odamning portreti edi. Va men sizga shuni aytishim kerak, eng xavfli holat bu jahldor odam emas. Eng xavfli holat ichida hamma narsani bosib yutib komiltirib yurgan odam. Chunki bunday odam bir kun yoriladi. Va yorilganda ortga yo'l qoldirmaydi. Endi biznes chizigiga kelamiz va bu yerda voqealar juda qiziq burilish nuqtasiga yetdi. Firma minusga kirdi. Xarajatlar nazoratdan chiqdi. Hatto yer sotib bank foizlarini yopish haqida gap ketdi. Bu raqamlar emas, do'stlarim. Bu signallar. Tashqaridan qudratli ko'ringan bir tuzilmaning ichkaridan chiriy boshlagani ko'rsatilmoqda. Va eng dahshatlisi nima bilasizmi? Pul yo'qolishi emas. Eng dahshatlisi tizim ichidagi ishonchning yemirilishi. Kimdir hisob-kitobni yashiryapti. Kimdir maosh masalasini berkityapti. Kimdir ogirlikni tejamkorlik deb ko'rsatyapti. Bularning hammasi bitta narsani anglatadi. Hali rasman qulamagan imperiya amalda allaqachon larzaga kelgan. Va bunday tuzilmalar qulaganida jim qulamaydi. Shovqin bilan quladi. Atrofdagilarni ham qo'shib olib ketyapti. Sodiq Turgunovich bilan to'qnashuv sahnasi. Men bu sahnani bir necha marta ko'rdim. Chunki bu shunchaki ikkita erkak o'rtasidagi mojaro emas edi. Bu yillar davomida to'planib, qotirib, toshga aylanib qolgan nafratning, gururning va adolat izlashning bir vaqtning o'zida portlashi ediki. Avval sadoqat bilan xizmat qilgan, so'ng esa chetga surib tashlangan odam qaytib kelganda, u shunchaki alam bilan kelmaydi. U hisob-kitob bilan keladi. Ogirlangan loyiha haqidagi da'vo bu faqat pul emas. Bu erkaklik sha'ni. Bu kasbiy or-nomus. Bu sen meni oddiy asbob deb o'ylaganingda xato qilding degan javob. Va qarang, qarshi tomon shunchaki inkor qilish bilan cheklanmadi. Hujjatlar tayyor bo'lgani, qurilishning yuqori qavatlarigacha borib qolgani bilan bosim qildi. Bu juda kuchli signal. Demak, bu urush endi hissiyot bilan emas, qog'oz, qonun, dalil va vaqt bilan hal bo'ladi. Lekin shuni ham aytishim kerak, hissiy jihatdan kuchli tomon kim? Haqini yedirib qo'yilgan odam. Va bunday odamlar orqaga chekinmaydi. Chunki ularda yo'qotadigan narsa qolmagan. Nazokat obrazi bu qismda alohida muhokamaga loyiq. Uning atrofida aytilayotgan gaplar hali to'liq isbotlanmagan. Maosh berilmagan ishchilar, yashirilgan pullar, cholning ko'zidan narsalar olib qochish. Bularning barchasi hali dalillanmagan. Lekin bir narsa aniq, nazokat endi shunchaki bir oila a'zosi emas. U butun bir inqirozning markaziga aylandi. Va bu juda xavfli o'rin. Bilasizmi, odamning obro'si bir marta ketsa, hatto qilmagan ishiga ham ishonishadi. Nazokatning nomi tilga olingan har bir sahnada xonaga ishonchsizlik kirib keldi. Bu oddiy tasodif emas. Bu yozuvchilarning unga qarshi qo'yayotgan taxtasining dastlabki mix bosish lahzasi. Keyingi qismlarda unga qarshi hali ochilmagan kartalar bor. Va men bu kartalarning qanchalik og'ir ekanini taxmin qilayotganda, ichim gash bo'lib ketdi. Bonu bu qismdagi eng murakkab obraz. U go'yoki tasalli beradi. Go'yoki yonida turadi. Lekin uning har bir gapi Sodiqboyning yarador gururini sekin-sekin silab, uni yana kurashga qaytaryapti. U tinchlantirayotgandek ko'rinadi. Aslida esa chekinishga yo'l qo'ymayapti. Va men Bonuni yomon inson deb ayta olmayman. Lekin uning xavfli tomonini aytishim kerak. Ochiq jang qilmaydi, lekin jang davom etishidan manfaatdor. Bu eng xavfli turdagi kuch. Ko'rinadigan dushman emas, ko'rinmaydigan ta'sir. Sodiqboy ham bu sahnada o'zini fosh qildi. Unga pul emas, obro' emas, qulay hayot emas, kurashning o'zi kerak. Va bu juda og'ir psixologik haqiqat. Ba'zi odamlar muammoni hal qilishni emas, muammosiz yashashni bilmaydi. Shunday paytda ular eng yaqin odamlarini ham bilmasdan vosita sifatida ko'ra boshlaydi. Keyingi qismlarda Bonu bilan Sodiqboy o'rtasidagi ittifoq qanchalik mustahkam ko'rinsa, ichidagi xavf shunchalik kattalashadi. Kelinning qaynonasiga qarshi ochilib ketishi bu qismdagi eng tanish, eng alamli, lekin eng real to'qnashuv edi. Kelish muhabbat va baxt uchun kelin bo'lgan.
Har kuni kamsitilish, kesatiq va bosim ostida yashagan ona va qiz o'rtasidagi sahna. Bu qismning aynan shu lahzada u aytgan bir gap meni bezovta qilgan qismi bo'ldi. Men maftun emasman. Qizining kelajak rejalari juda katta ma'no sayohatlarga olib borish orzusi. Bu xonadonda undan oldin birga katta qilish haqidagi singdirgan, sinib ketgan ayol. Shu sahnani ko'rib, biroz tarix takrorlanmay tabassum qildim. Bu yangi kelin keyin havoning o'zgarib ketishi, u ketishni tanladi. Va bu serial shunday kelin bilan qaynonaning so'ng darrov muzdek qiladi. Bu uchun ham bu xonadonda baxt uzoq ushlanmaydi. Ikki olov orasida, ayniqsa avval tomonda voz kechmoqchi bo'lgan, endi esa ikkinchi tomonda esa himoya chizayotgan ulanib ketayotgan bo'lsa, agar u yana jim qolsa, bu homiladorlik, onalik va kechikkan mehr atrofida juda og'ir qarorlar chiqishi mumkin. Va bu serial bunday mavzularni tasodifan tashlamaydi. Har bir mayda detal keyingi portlashning birinchi uchquni bo'lib yonadi. Endi kelajak haqida gaplashsak. Loyiha ustidagi urush endi faqat xonadagi tortishuv darajasida qolmaydi. Hujjatlar kovlanadi. Eski dalillar chiqariladi. Mualliflik va mulk ustidan qonuniy jang boshlanadi. Lekin bundan ham oldinroq bir zarba ichkaridan kelishi mumkin. Maosh masalasi yorilsa, ishchilar tarqaladi. Ishchilar tarqalsa, kompaniyaning obro'si ketadi. Obro' ketgach, Sodiqboyning eng katta quroli sinadi. Va shu paytda u kuch bilan bosim qilishga urinishi mumkin. Bu esa yangi to'qnashuvlarning boshlanishi. Nazokatni yakkalash uchun atrofidagilar ataylab mayda sirlarni oshkor qila boshlaydi degan taxminim ham bor. Unga qarshi hali to'liq kartalar ochilmagan. Demak, eng og'ir ayblovlar oldinda. Oilaviy tomonda esa qizning kechirim so'rab ketgani bu hikoyani tugataydi. Aksincha, yangi bosqichini ochdi. U qaytib keladi, lekin avvalgi odam bo'lib emas. Gunohini tan olgan odam yo butunlay sinadi, yo mutlaqo o'zgaradi. Bu qahramon ikkinchi yo'lga kiradi degan ishonchim bor. Va aynan u keyinchalik yashirin haqiqatlarning kalitiga aylanishi mumkin. Chunki endi unda yo'qotadigan narsa kam. Aytadigan gapi esa ko'p. Kelinning ketishi vaqtinchalik araz bo'lib qolmaydi. Agar erining javobi sust bo'lsa, bu alohida uy, alohida hayot, hatto ikki oila o'rtasida ochiq sovuqchilikka olib boradi. Eng yomon tomoni, qaynonaning hanuz o'zini haq deb bilishi. Odam o'z zulmini tarbiya deb oqlay boshlasa, u tuzalishni istamaydi. Demak, bu chiziqda yarashuv bo'lsa ham, u juda qimmat evaziga bo'ladi. Va hamma narsadan keyin bir savol qoladi. Qulayotgan narsa qaysi biri bo'ladi? Firma, oila, muhabbatmi? Yoki odamlarning ichida o'zlari haqida saqlab kelgan so'nggi yaxshi tasavvurmi? Bu qism shuni ko'rsatdiki, endi hech kim faqat bitta frontda urushmayapti. Har kimning uyi ham jang maydoni, yuragi ham, obro'si ham. Shuning uchun keyingi qismda portlaydigan narsa bitta sir emas, bitta qaror emas, butun taqdirlar bo'lishi mumkin. Eng dahshatlisi esa hali hamma haqiqat aytilgani yo'q. Aytilmaganlari esa aytilganlardan ancha xavfli. Do'stlarim, agar bu tahlil sizga qiziqarli tuyulgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Fikrlaringiz izohda bo'lsin. Siz bu qism haqida nima o'ylaysiz? Qaysi sahnasi sizni eng ko'p ta'sirlantirdi? Keyingi tahlillarni birinchilar qatorida ko'rish uchun kanalga obuna bo'lib, bildirishnomani yoqib qo'ying. Siz bilan keyingi qismda ko'rishguncha, o'zingizni avaylab yuring. Assalomu alaykum, aziz do'stlarim. Kanalimga xush kelibsiz. Agar siz bu yerga birinchi marta kirib kelgan bo'lsangiz, menga bir daqiqangizni bering, chunki siz hozir juda to'g'ri joyga keldingiz. Bu kanalda biz shunchaki serial ko'rib, yaxshi ekan deb o'tib ketmaymiz. Biz har bir sahnaning orqasidagi ma'noni kavlaymiz, har bir dialogdagi yashirin haqiqatni topamiz, har bir qahramon qarorining keyingi oqibatlarini birgalikda tahlil qilamiz. Chunki yaxshi serial bu shunchaki tomoshabinni yiglatish emas. Yaxshi serial bu hayotning o'zini ekranga ko'chirish. Va bu serial aynan shunday. Agar siz bu kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozir qo'ng'iroqcha belgisini bosing. Chunki keyingi tahlillarni ham o'tkazib yubormasligingiz uchun bildirishnoma yoqib qo'yishingizni so'rayman. Endi asosiy mavzuga o'tamiz. Chunki bu qism haqida so'z boshlamasdan oldin, men sizga bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Bu qismni oddiy mojaro deb tushunadigan bo'lsangiz, siz eng asosiy narsani o'tkazib yuborasiz. Bu yerda har bir sahnaning ichida boshqa bir sahna yashiringan. Har bir sozning tagida boshqa bir gap. Har bir yigining ichida yillar davomida yigilgan og'riq. Men bugun shu qatlamlarni bitta-bitta sizga ochib beraman. Birinchi narsa, kechirim sahnasi. Ko'pchilik bu sahnani ko'rganda, nihoyat ota-qiz yarashdi deb o'yladi. Lekin men boshqa narsa ko'rdim. Qiz otasi oldida bukilib, xatolarini tan olganda, bu shunchaki kechirim so'rash emas edi.
Bu odam o'zining eng ichki qo'rquviga duch keldi. Bilasizmi, insonning eng qiyin ishi nima? Kimnidir ranjitganini tan olish emas. Eng qiyin ish, o'zim o'ylagandek yaxshi odam emasligimni tushunib yetish. Bu ikki narsa bir-biridan tubdan farq qiladi. Biri sirt, ikkinchisi asl. Qiz bu safar asl haqiqatga yetdi. Va shu sababdan uning yegisi shunchaki afsus emas edi. U o'zini bevosita o'sha fojia sodir bo'lishiga kuch qo'shgan insonlardan biri deb his qildi. Bu his eng og'ir his. Chunki boshqaning gunohini ko'rish oson. O'z ulushingni ko'rish bu butunlay boshqa jasorat. Buvi haqida alohida to'xtalmasam bo'lmaydi. Buvi oddiygina olib qolmadi. U bu xonadondagi barcha gaplarimagan gaplarning, barcha yutilgan ko'z yoshlarning, barcha hech gap emas deb otilgan lahzalarning og'irligini ko'tarib ketdi. Men doim shunday o'ylayman, ba'zi odamlar bu dunyo bilan xayrlashayotganda faqat o'z umrini emas, atrofidagilarning ham yuk qismini olib ketadi. Buvi ham shunday qildi. Va aynan shu sabab qiz, men buvimning o'limiga sababchi bo'ldim deb his qilganda, bu jinnilik emas edi. Bu haqiqat bilan yuzlashuv edi. Ko'p hollarda biz katta fojialarning ildizini xuddi shunday mayda-mayda, e'tiborsiz qoldirilgan dardlarda topamiz. Buvi shularning hammasini o'z qalbida asrab yurgan va oxirida uning yurak ko'tara olmadi. Bu serial shu haqiqatni juda usta uslubda ko'rsatdi. Endi otaning sahifasiga o'tamiz. Ota kechirdi. Lekin men bu kechirimni eshitganda, bir narsa meni ichimda to'xtatib qo'ydi. U mehr bilan aytilgan edi, ha. Lekin o'sha mehr ichida charchoq bor edi. Juda ko'p yillar davomida yuk ko'targan, juda ko'p marta singan, juda ko'p marta o'zini tiklagan odamning charchogi. Uning kechirimi yarani yopmadi. Shunchaki qon oqishini biroz sekinlatdi. Va bu aynan hayotda bo'ladigan narsa. Ba'zan biz kechiramiz, lekin unutmaymiz. Ba'zan biz kechirimni aytamiz, lekin ichimizda o'sha og'riq xuddi toshning ostida yotgan ot kabi yashab turibdi. Vaqt kelganda yana bosh ko'taradi. Ota aeroportga kuzata olmadi. Yolg'iz qoldi. Sigaretga qayta-qayta qo'l uzatdi. Bu oddiy sahna emas edi. Bu ichidan yemirilayotgan odamning portreti edi. Va men sizga shuni aytishim kerak, eng xavfli holat bu jahldor odam emas. Eng xavfli holat ichida hamma narsani bosib yutib komiltirib yurgan odam. Chunki bunday odam bir kun yoriladi. Va yorilganda ortga yo'l qoldirmaydi. Endi biznes chizigiga kelamiz va bu yerda voqealar juda qiziq burilish nuqtasiga yetdi. Firma minusga kirdi. Xarajatlar nazoratdan chiqdi. Hatto yer sotib bank foizlarini yopish haqida gap ketdi. Bu raqamlar emas, do'stlarim. Bu signallar. Tashqaridan qudratli ko'ringan bir tuzilmaning ichkaridan chiriy boshlagani ko'rsatilmoqda. Va eng dahshatlisi nima bilasizmi? Pul yo'qolishi emas. Eng dahshatlisi tizim ichidagi ishonchning yemirilishi. Kimdir hisob-kitobni yashiryapti. Kimdir maosh masalasini berkityapti. Kimdir og'irlikni tejamkorlik deb ko'rsatyapti. Bularning hammasi bitta narsani anglatadi. Hali rasman qulamagan imperiya amalda allaqachon larzaga kelgan. Va bunday tuzilmalar qulaganida jim qulamaydi. Shovqin bilan quladi. Atrofdagilarni ham qo'shib olib ketyapti. Sodiq Turgunovich bilan to'qnashuv sahnasi. Men bu sahnani bir necha marta ko'rdim. Chunki bu shunchaki ikkita erkak o'rtasidagi mojaro emas edi. Bu yillar davomida to'planib, qotirib, toshga aylanib qolgan nafratning, gururning va adolat izlashning bir vaqtning o'zida portlashi ediki. Avval sadoqat bilan xizmat qilgan, so'ng esa chetga surib tashlangan odam qaytib kelganda, u shunchaki alam bilan kelmaydi. U hisob-kitob bilan keladi. Og'irlangan loyiha haqidagi da'vo bu faqat pul emas. Bu erkaklik sha'ni. Bu kasbiy or-nomus. Bu sen meni oddiy asbob deb o'ylaganingda xato qilding degan javob. Va qarang, qarshi tomon shunchaki inkor qilish bilan cheklanmadi. Hujjatlar tayyor bo'lgani, qurilishning yuqori qavatlarigacha borib qolgani bilan bosim qildi. Bu juda kuchli signal. Demak, bu urush endi hissiyot bilan emas, qog'oz, qonun, dalil va vaqt bilan hal bo'ladi. Lekin shuni ham aytishim kerak, hissiy jihatdan kuchli tomon kim? Haqini yedirib qo'yilgan odam. Va bunday odamlar orqaga chekinmaydi. Chunki ularda yo'qotadigan narsa qolmagan. Nazokat obrazi bu qismda alohida muhokamaga loyiq. Uning atrofida aytilayotgan gaplar hali to'liq isbotlanmagan. Maosh berilmagan ishchilar, yashirilgan pullar, cholning ko'zidan narsalar olib qochish. Bularning barchasi hali dalillanmagan. Lekin bir narsa aniq, nazokat endi shunchaki bir oila a'zosi emas. U butun bir inqirozning markaziga aylandi. Va bu juda xavfli o'rin.
Bilasizmi, odamning obro'si bir marta ketsa, hatto qilmagan ishiga ham ishonishadi. Nazokatning nomi tilga olingan har bir sahnada xonaga ishonchsizlik kirib keldi. Bu oddiy tasodif emas. Bu yozuvchilarning unga qarshi qo'yayotgan taxtasining dastlabki mix bosish lahzasi. Keyingi qismlarda unga qarshi hali ochilmagan kartalar bor. Va men bu kartalarning qanchalik og'ir ekanini taxmin qilayotganda, ichim gash bo'lib ketdi. Bonu bu qismdagi eng murakkab obraz. U go'yoki tasalli beradi. Go'yoki yonida turadi. Lekin uning har bir gapi Sodiqboyning yarador gururini sekin-sekin silab, uni yana kurashga qaytaryapti. U tinchlantirayotgandek ko'rinadi. Aslida esa chekinishga yo'l qo'ymayapti. Va men Bonuni yomon inson deb ayta olmayman. Lekin uning xavfli tomonini aytishim kerak. Ochiq jang qilmaydi, lekin jang davom etishidan manfaatdor. Bu eng xavfli turdagi kuch. Ko'rinadigan dushman emas, ko'rinmaydigan ta'sir. Sodiqboy ham bu sahnada o'zini fosh qildi. Unga pul emas, obro' emas, qulay hayot emas, kurashning o'zi kerak. Va bu juda og'ir psixologik haqiqat. Ba'zi odamlar muammoni hal qilishni emas, muammosiz yashashni bilmaydi. Shunday paytda ular eng yaqin odamlarini ham bilmasdan vosita sifatida ko'ra boshlaydi. Keyingi qismlarda Bonu bilan Sodiqboy o'rtasidagi ittifoq qanchalik mustahkam ko'rinsa, ichidagi xavf shunchalik kattalashadi. Kelinning qaynonasiga qarshi ochilib ketishi bu qismdagi eng tanish, eng alamli, lekin eng real to'qnashuv edi. Kelish muhabbat va baxt uchun kelin bo'lgan. Har kuni kamsitilish, kesatiq va bosim ostida yashagan. Ona va qiz o'rtasidagi sahna. Bu qismning aynan shu lahzada u aytgan bir gap meni bezovta qilgan qismi bo'ldi. Men maftun emasman. Qizining kelajak rejalari juda katta ma'no sayohatlarga olib borish orzusi. Bu xonadonda undan oldin birga katta qilish haqidagi sindirgan, sinib ketgan ayol bo'lgan. Shu sahnani ko'rib, biroz nafas takrorlanmay tabassum qildim. Bu yangi keyin havoning o'zgarib ketishi, u ketishni tanladi. Va bu serial shunday kelin bilan qaynonaning so'ng darrov muzdek qiladi. Bu er uchun ham bu xonadonda baxt uzoq ushlanmaydi. Ikki olov orasida, ayniqsa avval farzanddan voz kechmoqchi bo'lgani, endi esa ikkinchi tomonda esa himoya kuzatayotgan rafiq ketayotgan bo'lsa, agar u yana jim qolsa, bu nikoh uzoq bormaydi. Onalik va kechikkan mehr atrofida juda og'ir qarorlar chiqishi mumkin. Va bu serial bunday mavzularni tasodifan tashlamaydi. Har bir mayda detal keyingi portlashning birinchi uchquni bo'lib yonadi. Endi kelajak haqida gaplashsak. Loyiha ustidagi urush endi faqat xonadagi tortishuv darajasida qolmaydi. Hujjatlar kovlanadi. Eski dalillar chiqariladi. Mualliflik va mulk ustidan qonuniy jang boshlanadi. Lekin bundan ham oldinroq bir zarba ichkaridan kelishi mumkin. Maosh masalasi yorilsa, ishchilar tarqaladi. Ishchilar tarqalsa, kompaniyaning obro'si ketadi. Obro' ketgach, Sodiqboyning eng katta quroli sinadi. Va shu paytda u kuch bilan bosim qilishga urinishi mumkin. Bu esa yangi to'qnashuvlarning boshlanishi. Nazokatni yakkalash uchun atrofidagilar ataylab mayda sirlarni oshkor qila boshlaydi degan taxminim ham bor. Unga qarshi hali to'liq kartalar ochilmagan. Demak, eng og'ir ayblovlar oldinda. Oilaviy tomonda esa qizning kechirim so'rab ketgani bu hikoyani tugataydi. Aksincha, yangi bosqichini ochdi. U qaytib keladi, lekin avvalgi odam bo'lib emas. Gunohini tan olgan odam yo butunlay sinadi, yo mutlaqo o'zgaradi. Bu qahramon ikkinchi yo'lga kiradi degan ishonchim bor. Va aynan u keyinchalik yashirin haqiqatlarning kalitiga aylanishi mumkin. Chunki endi unda yo'qotadigan narsa kam. Aytadigan gapi esa ko'p. Kelinning ketishi vaqtinchalik araz bo'lib qolmaydi. Agar erining javobi sust bo'lsa, bu alohida uy, alohida hayot, hatto ikki oila o'rtasida ochiq sovuqchilikka olib boradi. Eng yomon tomoni, qaynonaning hanuz o'zini haq deb bilishi. Odam o'z zulmini tarbiya deb oqlay boshlasa, u tuzalishni istamaydi. Demak, bu chiziqda yarashuv bo'lsa ham, u juda qimmat evaziga bo'ladi. Va hamma narsadan keyin bir savol qoladi. Qulayotgan narsa qaysi biri bo'ladi? Firma, oila, muhabbatmi? Yoki odamlarning ichida o'zlari haqida saqlab kelgan so'nggi yaxshi tasavvurmi? Bu qism shuni ko'rsatdiki, endi hech kim faqat bitta frontda urushmayapti. Har kimning uyi ham jang maydoni, yuragi ham, obro'si ham. Shuning uchun keyingi qismda portlaydigan narsa bitta sir emas, bitta qaror emas, butun taqdirlar bo'lishi mumkin. Eng dahshatlisi esa hali hamma haqiqat aytilgani yo'q. Aytilmaganlari esa aytilganlardan ancha xavfli. Do'stlarim, agar bu tahlil sizga qiziqarli tuyulgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Fikrlaringiz izohda bo'lsin. Siz bu qism haqida nima o'ylaysiz? Qaysi sahnasi sizni eng ko'p ta'sirlantirdi?
Keyingi tahlillarni birinchilar qatorida ko'rish uchun kanalga obuna bo'lib, bildirishnomani yoqib qo'ying. Siz bilan keyingi qismda ko'rishguncha og'zingizni avaylab yuring. Assalomu alaykum aziz do'stlarim. Kanalimga xush kelibsiz. Agar siz bu yerga birinchi marta kirib kelgan bo'lsangiz, menga bir daqiqangizni bering, chunki siz hozir juda to'g'ri joyga keldingiz. Bu kanalda biz shunchaki serial ko'rib, yaxshi ekan deb o'tib ketmaymiz. Biz har bir sahnaning orqasidagi ma'noni kavlaymiz, har bir dialogdagi yashirin haqiqatni topamiz, har bir qahramon qarorining keyingi oqibatlarini birgalikda tahlil qilamiz. Chunki yaxshi serial bu shunchaki tomoshabinni yiglatish emas. Yaxshi serial bu hayotning o'zini ekranga ko'chirish. Va bu serial aynan shunday. Agar siz bu kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozir qo'ng'iroqcha belgisini bosing. Chunki keyingi tahlillarni ham o'tkazib yubormasligingiz uchun bildirishnoma yoqib qo'yishingizni so'rayman. Endi asosiy mavzuga o'tamiz. Chunki bu qism haqida so'z boshlamasdan oldin, men sizga bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Bu qismni oddiy mojaro deb tushunadigan bo'lsangiz, siz eng asosiy narsani o'tkazib yuborasiz. Bu yerda har bir sahnaning ichida boshqa bir sahna yashiringan. Har bir so'zning tagida boshqa bir gap. Har bir yigining ichida yillar davomida yigilgan og'riq. Men bugun shu qatlamlarni bitta-bitta sizga ochib beraman. Birinchi narsa, kechirim sahnasi. Ko'pchilik bu sahnani ko'rganda, nihoyat ota-qiz yarashdi deb o'yladi. Lekin men boshqa narsa ko'rdim. Qiz otasi oldida bukilib, xatolarini tan olganda, bu shunchaki kechirim so'rash emas edi. Bu odam o'zining eng ichki qo'rquviga duch keldi. Bilasizmi, insonning eng qiyin ishi nima? Kimnidir ranjitganini tan olish emas. Eng qiyin ish, o'zim o'ylagandek yaxshi odam emasligimni tushunib yetish. Bu ikki narsa bir-biridan tubdan farq qiladi. Biri sirt, ikkinchisi asl. Qiz bu safar asl haqiqatga yetdi. Va shu sababdan uning yigisi shunchaki afsus emas edi. U o'zini bevosita o'sha fojia sodir bo'lishiga kuch qo'shgan insonlardan biri deb his qildi. Bu his eng og'ir his. Chunki boshqaning gunohini ko'rish oson. O'z ulushingni ko'rish bu butunlay boshqa jasorat. Buvi haqida alohida to'xtalmasam bo'lmaydi. Buvi oddiygina olib qolmadi. U bu xonadondagi barcha gaplarimagan gaplarning, barcha yutilgan ko'z yoshlarning, barcha hech gap emas deb otilgan lahzalarning og'irligini ko'tarib ketdi. Men doim shunday o'ylayman, ba'zi odamlar bu dunyo bilan xayrlashayotganda, faqat o'z umrini emas, atrofidagilarning ham yuk qismini olib ketadi. Buvi ham shunday qildi. Va aynan shu sabab qiz, men buvimning o'limiga sababchi bo'ldim deb his qilganda, bu jinnilik emas edi. Bu haqiqat bilan yuzlashuv edi. Ko'p hollarda biz katta fojialarning ildizini xuddi shunday mayda-mayda, e'tiborsiz qoldirilgan dardlarda topamiz. Buvi shularning hammasini o'z qalbida asrab yurgan va oxirida uning yurak ko'tara olmadi. Bu serial shu haqiqatni juda usta uslubda ko'rsatdi. Endi otaning sahifasiga o'tamiz. Ota kechirdi. Lekin men bu kechirimni eshitganda, bir narsa meni ichimda to'xtatib qo'ydi. U mehr bilan aytilgan edi, ha. Lekin o'sha mehr ichida charchoq bor edi. Juda ko'p yillar davomida yuk ko'targan, juda ko'p marta singan, juda ko'p marta o'zini tiklagan odamning charchog'i. Uning kechirimi yarani yopmadi. Shunchaki qon oqishini biroz sekinlatdi. Va bu aynan hayotda bo'ladigan narsa. Ba'zan biz kechiramiz, lekin unutmaymiz. Ba'zan biz kechirimni aytamiz, lekin ichimizda o'sha og'riq xuddi toshning ostida yotgan ot kabi yashab turibdi. Vaqt kelganda yana bosh ko'taradi. Ota aeroportga kuzata olmadi. Yolg'iz qoldi. Sigaretga qayta-qayta qo'l uzatdi. Bu oddiy sahna emas edi. Bu ichidan yemirilayotgan odamning portreti edi. Va men sizga shuni aytishim kerak, eng xavfli holat bu jahldor odam emas. Eng xavfli holat ichida hamma narsani bosib yutib komiltirib yurgan odam. Chunki bunday odam bir kun yoriladi. Va yorilganda ortga yo'l qoldirmaydi. Endi biznes chizigiga kelamiz va bu yerda voqealar juda qiziq burilish nuqtasiga yetdi. Firma minusga kirdi. Xarajatlar nazoratdan chiqdi. Hatto yer sotib bank foizlarini yopish haqida gap ketdi. Bu raqamlar emas, do'stlarim. Bu signallar. Tashqaridan qudratli ko'ringan bir tuzilmaning ichkaridan chiriy boshlagani ko'rsatilmoqda. Va eng dahshatlisi nima bilasizmi? Pul yo'qolishi emas. Eng dahshatlisi tizim ichidagi ishonchning yemirilishi. Kimdir hisob-kitobni yashiryapti. Kimdir maosh masalasini berkityapti. Kimdir og'irlikni tejamkorlik deb ko'rsatyapti. Bularning hammasi bitta narsani anglatadi. Hali rasman qulamagan imperiya amalda allaqachon larzaga kelgan.
Va bunday tuzilmalar qulaganida jim qulamaydi. Shovqin bilan quladi. Atrofdagilarni ham qoshib olib ketyapti. Sodiq Turgunovich bilan to'qnashuv sahnasi. Men bu sahnani bir necha marta ko'rdim. Chunki bu shunchaki ikkita erkak o'rtasidagi mojaro emas edi. Bu yillar davomida to'planib, qotirib, toshga aylanib qolgan nafratning, gururning va adolat izlashning bir vaqtning o'zida portlashi ediki. Avval sadoqat bilan xizmat qilgan, so'ng esa chetga surib tashlangan odam qaytib kelganda, u shunchaki alam bilan kelmaydi. U hisob-kitob bilan keladi. O'girlangan loyiha haqidagi da'vo bu faqat pul emas. Bu erkaklik sha'ni. Bu kasbiy or-nomus. Bu sen meni oddiy asbob deb o'ylaganingda xato qilding degan javob. Va qarang, qarshi tomon shunchaki inkor qilish bilan cheklanmadi. Hujjatlar tayyor bo'lgani, qurilishning yuqori qavatlarigacha borib qolgani bilan bosim qildi. Bu juda kuchli signal. Demak, bu urush endi hissiyot bilan emas, qog'oz, qonun, dalil va vaqt bilan hal bo'ladi. Lekin shuni ham aytishim kerak, hissiy jihatdan kuchli tomon kim? Haqini yedirib qo'yilgan odam. Va bunday odamlar orqaga chekinmaydi. Chunki ularda yo'qotadigan narsa qolmagan. Nazokat obrazi bu qismda alohida muhokamaga loyiq. Uning atrofida aytilayotgan gaplar hali to'liq isbotlanmagan. Maosh berilmagan ishchilar, yashirilgan pullar, cholning ko'zidan narsalar olib qochish. Bularning barchasi hali dalillanmagan. Lekin bir narsa aniq, nazokat endi shunchaki bir oila a'zosi emas. U butun bir inqirozning markaziga aylandi. Va bu juda xavfli o'rin. Bilasizmi, odamning obro'si bir marta ketsa, hatto qilmagan ishiga ham ishonishadi. Nazokatning nomi tilga olingan har bir sahnada xonaga ishonchsizlik kirib keldi. Bu oddiy tasodif emas. Bu yozuvchilarning unga qarshi qo'yayotgan taxtasining dastlabki mix bosish lahzasi. Keyingi qismlarda unga qarshi hali ochilmagan kartalar bor. Va men bu kartalarning qanchalik og'ir ekanini taxmin qilayotganda, ichim gash bo'lib ketdi. Bonu bu qismdagi eng murakkab obraz. U go'yoki tasalli beradi. Go'yoki yonida turadi. Lekin uning har bir gapi Sodiqboyning yarador gururini sekin-sekin silab, uni yana kurashga qaytaryapti. U tinchlantirayotgandek ko'rinadi. Aslida esa chekinishga yo'l qo'ymayapti. Va men Bonuni yomon inson deb ayta olmayman. Lekin uning xavfli tomonini aytishim kerak. Ochiq jang qilmaydi, lekin jang davom etishidan manfaatdor. Bu eng xavfli turdagi kuch. Ko'rinadigan dushman emas, ko'rinmaydigan ta'sir. Sodiqboy ham bu sahnada o'zini fosh qildi. Unga pul emas, obro' emas, qulay hayot emas, kurashning o'zi kerak. Va bu juda og'ir psixologik haqiqat. Ba'zi odamlar muammoni hal qilishni emas, muammosiz yashashni bilmaydi. Shunday paytda ular eng yaqin odamlarini ham bilmasdan vosita sifatida ko'ra boshlaydi. Keyingi qismlarda Bonu bilan Sodiqboy o'rtasidagi ittifoq qanchalik mustahkam ko'rinsa, ichidagi xavf shunchalik kattalashadi. Kelinning qaynonasiga qarshi ochilib ketishi, bu qismdagi eng tanish, eng alamli, lekin eng real to'qnashuv edi. Kelish muhabbat va baxt uchun kelin bo'lgan. Har kuni kamsitilish, kesatiq va bosim ostida yashagan. Ona va qiz o'rtasidagi sahna. Bu qism aynan shu lahzada u aytgan bir gap eng bezovta qilgan qismi. Men maftun emasman. Qizining kelajak rejalari, onasini sayohatlarga olib borish orzusi. Bu xonadonda undan oldin birga katta qilish haqidagi singdirgan, sinib ketgan ayol. Shu sahnani ko'rib, biroz nafas takrorlanmay tabassum qildim. Bu yangi keyin havoning o'zgarib ketishi, u ketishni tanladi. Va bu serial shunday kelin bilan qaynonaning so'ng darrov muzdek qiladi. Bu er uchun ham bu xonadonda baxt uzoq ushlanmaydi. Ikki olov orasida, ayniqsa avval farzanddan voz kechmoqchi bo'lgani, endi esa ikkinchi tomonda esa himoya kutayotgan rafiq ketayotgan bo'lsa, agar u yana jim qolsa, bu nikoh uzoq bormaydi. Onalik va kechikkan mehr atrofida juda og'ir qarorlar chiqishi mumkin. Va bu serial bunday mavzularni tasodifan tashlamaydi. Har bir mayda detal keyingi portlashning birinchi uchquni bo'lib yonadi. Endi kelajak haqida gaplashsak. Loyiha ustidagi urush endi faqat xonadagi tortishuv darajasida qolmaydi. Hujjatlar kovlanadi. Eski dalillar chiqariladi. Mualliflik va mulk ustidan qonuniy jang boshlanadi. Lekin bundan ham oldinroq bir zarba ichkaridan kelishi mumkin. Maosh masalasi yorilsa, ishchilar tarqaladi. Ishchilar tarqalsa, kompaniyaning obro'si ketadi. Obro' ketgach, Sodiqboyning eng katta quroli sinadi. Va shu paytda u kuch bilan bosim qilishga urinishi mumkin. Bu esa yangi to'qnashuvlarning boshlanishi. Nazokatni yakkalash uchun atrofidagilar ataylab mayda sirlarni oshkor qila boshlaydi degan taxminim ham bor. Unga qarshi hali to'liq kartalar ochilmagan. Demak, eng og'ir ayblovlar oldinda.
Oilaviy tomonda esa qizning kechirim so'rab ketgani bu hikoyani tugataymadi. Aksincha, yangi bosqichini ochdi. U qaytib keladi, lekin avvalgi odam bo'lib emas. Gunohini tan olgan odam yo butunlay sinadi, yo mutlaqo o'zgaradi. Bu qahramon ikkinchi yo'lga kiradi degan ishonchim bor. Va aynan u keyinchalik yashirin haqiqatlarning kalitiga aylanishi mumkin. Chunki endi unda yo'qotadigan narsa kam. Aytadigan gapi esa ko'p. Kelinning ketishi vaqtinchalik araz bo'lib qolmaydi. Agar erining javobi sust bo'lsa, bu alohida uy, alohida hayot, hatto ikki oila o'rtasida ochiq sovuqchilikka olib boradi. Eng yomon tomoni, qaynonaning hanuz o'zini haq deb bilishi. Odam o'z zulmini tarbiya deb oqlay boshlasa, u tuzalishni istamaydi. Demak, bu chiziqda yarashuv bo'lsa ham, u juda qimmat evaziga bo'ladi. Va hamma narsadan keyin bir savol qoladi. Qulayotgan narsa qaysi biri bo'ladi? Firma, oila, muhabbatmi, yoki odamlarning ichida o'zlari haqida saqlab kelgan so'nggi yaxshi tasavvurmi? Bu qism shuni ko'rsatdiki, endi hech kim faqat bitta frontda urushmayapti. Har kimning uyi ham jang maydoni, yuragi ham, obro'si ham. Shuning uchun keyingi qismda portlaydigan narsa bitta sir emas, bitta qaror emas, butun taqdirlar bo'lishi mumkin. Eng dahshatlisi esa hali hamma haqiqat aytilgani yo'q. Aytilmaganlari esa aytilganlardan ancha xavfli. Do'stlarim, agar bu tahlil sizga qiziqarli tuyulgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Fikrlaringiz izohda bo'lsin. Siz bu qism haqida nima o'ylaysiz? Qaysi sahnasi sizni eng ko'p ta'sirlantirdi? Keyingi tahlillarni birinchilar qatorida ko'rish uchun kanalga obuna bo'lib, bildirishnomani yoqib qo'ying. Siz bilan keyingi qismda ko'rishguncha, o'zingizni avaylab yuring.